Motor House servisini bugungi mehmoni Jetower X90 mashinasi. Bu mashina nimaga kelgan deb o'ylaysiz, akalar? Doim beradigan savolim. O'sha bizga tuning qildirgani kelmaydi. Bizga motor remont qildirishlik uchun keladi. Bu mashina qanaqangi holatda biz oldimizga kelgan, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Nurullohxon aka, bitta yurg'izib tekshirib ko'raylik. Qaranglar, akalar, mashinani egalari shu darajada qo'rqib ketganligi, mashinani bizga evakuatorda olib kelishgan. Sababi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz sababini. Okalar, mana xonani ichi уже tutun bo'lib dimlanish boshladi. Nalajin orqali polni tutab ketgan holatini ham chiqarib beramiz. Mana gulchitradan chiqayotgan tutunni qaranglar. Xonani bardakligiga e'tibor bermaysizlar, chunki ish ko'pligi sababli basallashlikka vaqt bo'lmayapti. Xullas, mashinamizni polni 0 dan 100 gacha motor remont qilish uchun olib qo'yganmiz. Motordan chiqayotgan taqillagan ovozni ham sizlarga eshitiraman. Ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz, mashinamiz bor yo'g'i 43 ming kilometr yurgan. Qo'yilayotgan tashxis nima? Nurullo aka, nima tashxis qo'ysiz? Porsche yirib ketgan nazarimda. Sabab gulchitrada shunchalik tutun chiqishiga sabab Porsche yirib ketishi. Galovka birklatib qo'ysa ham bunchalik bo'lmaydi, chunki mashinani Porsche yirib ketgan deb diagnoz qo'yganmiz. Ovozni ham eshitiraman sizlarga. Gaz bo'lsin-da. Bo'ldi. Eshitdinglar, okalar, ha? Bo'ldi, so'z isboti bilan, ha? Xullas, Porsche yirib ketganda tashxis qo'yildi. Sizlar bilan birgalikda mashinamizning motorlarini polni sochishlikni boshlaymiz. Motor sochilayotgan paytda esa xarakteristikasi haqida sizlarga polni ma'lumot berib o'taman. Jetower mashinamizni ham motorlarini polni tushirib olganmiz. Bizning servisimizni katta mutaxassis muhandislardan Nurullo aka bulardan intervyu olamiz. Ya'ni qilayotgan ishlari o'zlariga yoqadimi yoki yoqmaydimi? Shu to'g'risida ikkita savollarni beramiz. Ish to'g'risida Nurullo aka chalg'itmaymanmi? Yo'q, bemalol. Xo'p, Jetower mashinasi X90 Plus. Oldin ham motorini remont qilganmiz yoki birinchisimi? Remont qilganmiz oldin. Sizni tushunchangiz bo'yicha, men qaranda, birinchi marta o'tishim, oldin qilganman yoki qilmaganman degan tushunchalar bormi yoki yo'qmi? Tushuncha bo'lsa ham bu savol qiynatmadi ko'p ham. Negaki motor ichi hammasi tashqi bir xil funksiyalari, ishlash prinsiplari. Kalla bilan, aql bilan ishlansa muammo bo'lmaydi. Eng asosiy joyi metka tomon, eng asosiy tomon. Metka tomon, ya'ni ochayotgan paytda hushyor bo'lish kerak, yig'itganda qiynalmaslik uchun. Yana bitta savol beraman. Ozgina ishdan tashqari shaxsiyroq bo'lishligi mumkin. Bu yo'nalishga kirganingizga necha yil bo'ldi? 8 yilcha bo'ldi. 8 yil. Umumiy, общийsi. Общий 10 yil. Общий 10 yil. 2012 da kirganman. 2012 da kirgan. 13 yil bo'ladi. 2012 da kirgan bo'lsa, 13 yil bo'ladi. Hisoblasa shunaqa 13 yil. Xo'p, endi savol shuki, bu ishga kirishlikdan maqsad pul topish bo'lganmi yoki shu ishni yaxshi ko'rasizmi? Masalan, mana motorisimiz, siz ham mana motorisimiz. Hozir endi meni vazifam asosiy qilinayotgan ishlarni yoritib berish. Ya'ni agar men ham ish qiladigan bo'lsam, bunaqangi narsalarni video sizlarga yetib bormaydi. Men ham shu yo'nalish bo'yicha mutaxassisman, lekin mendan ko'ra tajribaliroq bo'lgan Nurullo aka shuning uchun ham shunaqangi murakkab ishlarni, mukammal ishlarni bularga ishini topshiriladi. Savolim shundan iborat, ya'ni shu ishni qiziqib, yaxshi ko'rganligingiz uchun kirganmisiz yoki shu ishni qiladigan bo'lsam, katta pul topilar ekan degan maqsadda kirganmisiz? Savol shu. Yo'q, bu ishga qiziqish shu, birinchidan. Odam qiziqib o'zini ishini yaxshi ko'rib yuradigan qilsa, u pul muhim emas. Qilgan ishingiz zo'r chiqsa, maza qilasiz, xursand bo'lib. Bu pul ikkinchi masala. Agar hunaringiz yaxshi bo'lsa, hunaringiz orqasidan pul o'zingiz qo'llaysiz.
Ne только bizda ishda boshqa hunarda, masalan, oddiy ko'sib bo'ladimi yoki boshqa powerman, nima sohada bo'lsa ham ishini puxta qilib zo'r qilsa, u odamlar o'zi kelaveradi. Chin ko'ngildan. Chin ko'ngildan. Pul o'zi quyiladi o'shanda. Bu pul birinchi maqsad, oliy maqsad bo'lmasa kerak. Agar pulni maqsad qilinadigan bo'lsa, Unda bo'lmaydi. pul ham topolmaydi, mutaxassis ham bo'lolmaydi. Shunaqa. Mana U nima ishda bo'lsam, yaxshi mutaxassis bo'lsa, hamisha oldindan bo'ladi. U bilmasa, orqaga qolib ketaveradi. Pulga qiziqib, boshqa qiladigan bo'lsa. hozir yangi o'rganayotgan shogirdlarga tavsiyangiz, maslahatlaringiz nima? Hozir yangi o'rganayotgan shogirdlarga pulga qiziqmaslik kerak. Faqat hunar o'rganish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. U shoshilib pulga qiziqib, misol yaxshi ishda bo'lmasdan chiqib ketadigan bolalar ham ko'p hozirgi paytda. Bu noto'g'ri ish deb hisoblayman. Nimaki bilmasdan turib O'zbekistonda choyda boshqa qiladi, hayot o'zi qiynaladi. Shu yil shoshilganligi umrining oxirigacha o'ziga qiyinchilik tug'diradi. Ishda ko'ngli ham sovib ketishi mumkin. Boshqa ishga o'tib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Okalar, mana juda ham ma'noli, chiroyli gaplar bo'ldi. Biz butun fokusimizni ishga qaratib zombi bo'lib qolinmagan, ya'ni boshqa mavzularda ham gaplashib turiladi. Ishxonaga kelingan paytda ish haqida fikr almashamiz, boshqa narsalar haqida ham fikr almashamiz. Oddiy misol mana Jetower. Jetower bo'yicha bularni mutaxassislari zo'r bo'ladigan bo'lsa, boshqa yo'nalishda meni mutaxassisligim zo'r bo'lishi mumkin. Bir-birimizni fikrimizni to'ldiramiz. Endi yana bitta uchinchi shaxs ko'rsataman sizlarga. Bu tomonda u Newton mashinasini motorini yechyapti. Arabboydan intervyu olamiz. Mikrofonni taqib qo'yamiz birinchi o'rinda bunga. Yana bir ishxonamizni mutaxassislaridan biri Arabboy. Arabboydan ham ozgina intervyu olamiz. Ya'ni ish haqida fikr qanaqa? Kimdir hokim bo'ladi, kimdir quruvchi bo'ladi, kimdir ko'sib bo'ladi, kimdir motoris bo'ladi. Misol uchun, oddiy hamma motoris bo'ladigan bo'lsa, kim ko'sibchilik qiladi, to'g'rimi? Hamma bu dunyoga kelibdiki, o'zini qiziqishiga qarab turib, qaysidir bitta yo'nalish tanlaydi. Qaysi yo'nalishni tanlashidan qat'iy nazar, birinchi o'rinda halol bo'lishlik kerak, ikkinchi o'rinda esa mukammal bo'lishlik kerak. Ya'ni qilayotgan ishini sevib, yaxshi ko'rib, chin ko'ngildan qiladigan bo'lsa, o'zini ustida ishlab kuchayib boradi. Ya'ni biz ham shu ishni boshlagan paytimizda bunaqangi mashina bo'lmagan. Misol uchun, mana Newton mashinasi gibrid, Porsche'lar sinib ketgan, bu mashinani ham Porsche'lar sinib ketgan. Biz shogird bo'lib ishlagan paytimizda Nexia, Lacetti bo'lgan. Shu mashinalarda malaka oshirib o'rganganmiz. Undan keyin boshqa mashinalarni qiynalmasdan qilingan. Nimaga? Chunki o'sha paytda o'sha mashinalarni yaxshi o'rganilgani uchun bu mashinani qilayotgan vaqtimizda taqqoslash bo'lgan, solishtirish. To'xta, bu mashinani mana joyi qanaqa edi, buniki qanaqa. Bir-biriga urishtirasizda, yangi narsani kashf qilasiz o'zingizcha. Arabboy nima degan? Tinch. Qanaqa mashina bu? Elektromobil, Newton, Gibrid. Ham benzin, ham elektrda. Hozirgi kungacha eng ko'p remont qilgan yoki bo'lmasa eng qimmat remont qilgan mashina qaysi? Shu savolim bo'lsin, ha. Ikkinchi savolim, ya'ni ish faoliyating davomida necha yil bo'ldi bu ishni boshlaganingga? 2016 dan alohida bo'lib chiqqan. Yo'q, umumiy shogird bo'lib kirgan payting. 14 yil, 15 yil bo'ldi. 14 yil, 15 yil bo'ldi. 15 yil. Shu 14 yil, 15 yil davomida eng murakkab, eng qiyin va eng qimmat mashina qaysi bo'lgan? Remont qilgan motorlar ichida. Remont qilganlarim ichida Cadillac Escalade 6.2 motori ozgina qiyin bo'lgan. 6.2 necha silindr? 8 ta. 8 silindr. Hop. Mashina o'zi qimmat, motori yana ham qimmat, a? Yana ham qimmat. Qancha vaqt ketgan? 25 kunda yurgizib chiqardim. 25 kunda. Endi u vaqt olganida boshqa ishlarni ham qilingan. Boshqa ishlarni ham qilingan. Chunki biz ishimizda ochib qo'yiladi, to'kka ketadi, bu bo'ladi, bu bo'ladi. Zapchast yo'q. Zapchast muammo O'zbekistonda ham bo'ladi. Demak, u Cadillac'larni qilgan bo'lsang, bu mashina senga ko'p ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Yo'q. Gap yo'q. Bu yo'nalishga seni uyingdagilar olib kirib qo'yishganmi? Shu ish yaxshi deb, yoki bo'lmasa o'zing qiziqib kirganmisan? Avvalo tog'am ozgina sababchi bo'lgan. O'zimda qiziqish ham bo'lgan. Qiziqish bo'lganligi uchun tog'am yo'nalish bergan. Yo'nalish bergan. Tog'am sababli hozir Katta maqsadlardan biri qaysi? Ya'ni o'zimiz ishimiz yo'nalishi bo'yicha mana shu qanaqa mashinani motorini remont qilmoqchisan? Eng orzularingdan bittasi. Bittasi Ferrari bilan Lamborghini Aventador. Gap yo'q. Shunaqangi mashinalarni mukammal yig'iladigan bo'lsa, sen aytgan mashinalar ham o'zining oyog'i bilan keladi. To'g'ri? Xudo xolisa. Gap yo'q. Yiqqan motorlaringda necha foizida muammosiz bitta urinishda chiqib ketgan? Ya'ni murakkab ish, motor polni remont qilgandan keyin
qaytadan bir moy oqishi yoki bo'lmasa qaysidir bir detalni noto'g'ri qo'yib qo'yish, yig'ib poli tugatgandan keyin kamchilik chiqish holatlari kuzatilib qolishligi mumkin. Ha, to'g'rimi? Chunki bu mayda detalli narsa, uncha shuni aqli ham yetmaydi. Kerak bo'lsa o'zi yechadigan bo'lsa qaytarib yig'olmaydi. Shunchalik darajada murakkab narsa, oson narsa emas. Bu yo'nalishga kirmagan kishi oson deb bilishligi mumkin, lekin bu yo'nalishga kirgan kishi biladi buni murakkabligini. Shunaqangi xatolarning necha foizi muammosiz chiqib ketgan yoki bitgandan keyin qayta ochilish holatlari kuzatilganmi? Shunda savolim to'g'riroq bo'ladi. Bitgandan keyin qayta ochilishi 5%, 100 ga 5%. 100 ga 5%. U ham motor qayta ochish emas, moy oqishi. Moy oqishi. Ha? Shunaqa. Biz ishimizda asosiy kuzatiladigan narsa polni yig'ib bo'lgandan keyin qaysidir shlankasidan moy oqishligi yoki qaysidir trubkasidan antifriz oqishligi bo'lishi mumkin. Bu 95 ga 5 u katta natija, okalar. Sababi qaranglar, shundoq motor, ha? Qanchadan qancha qismlari bor, detallari bor. Masalan, sog'lom holatda oldingizga yurib kelgan bo'ladi. Yechganingizdan keyin qaytadan yig'sangiz, o'sha narsa yurmay qolishligi ham mumkin. Shu darajada murakkab ishlangan bu narsa. Qanchadan qancha datchiklari, suv nasoslari, benzin datchiklari, xullas juda ham ko'p datchiklari bor. Aql bilan, kalla bilan yondashishlik kerak. Ya'ni bizda bitta so'z bor-ku, omadim kelib qoldi, mana zo'r yurg'izdim, omadim kelib qoldi deydi-ku. Omad degan narsa yo'q narsa bunda. Faqat ilmga asoslangan bo'ladi. Ya'ni bu mashinaning motorini yechib, problemasiz yana qaytarib yig'ishlik uchun tajriba bo'lishi kerak, ilm bo'lishi kerak, shu narsa haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Ma'lumotsiz bu ishni 50% ni ham bajarishning imkoni yo'q. Kuzatishda davom etinglar. Jetaver mashinamizni videosi edi, o'zi aslida Newtonga ulanib ketdi. Ya'ni bizda barcha turdagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni motor remont, hadovoy remont, avtomat korobka remont, undan tashqari rolevoy remont xizmatlarimiz ham bor. Bu tomonda Jetaver mashinamizni polni motorlarini qilinayotgan bo'lsa, bu tomonda esa Newton mashinasini motorlarini remont qilinyapti. Bu videomiz faqatgina yechilish jarayoni bilan yakunlanadi. Inshaalloh ikkita mashinani ham videolarini joylaymiz, yig'ilayotgan jarayonini. U videoni o'tkazib yubormaslik uchun profilga obuna bo'lib qo'yasizlar. Yoki bo'lmasa profil ichiga kirib qidiradigan bo'lsanglar, albatta shu haqidagi videolarni qo'yib joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Nurullohxon akamlar ilhom bilan ijod qilyaptilar. Ha, aka? Nimaga endi ilhom bilan deyiladi? Ha? Nodir bilan. Yo, Nesimboy bilan deyilmaydi, ilhom bilan deyiladi, ha? Xullas, mana Jetaverimizni ishlari davom etyapti. Motorlari sochilyapti, polni, klapan kirishkalarini ochib olingan, mahaviy tomonlarini bo'shatilyapti. Sizlarga qiziq bo'ladigan narsalarini ko'zga ko'ringan yoki ko'rinmagan qiziq narsalarini ko'rsatib beryapmiz. Misol uchun mana Высокий nasos. Высокий nasos vazifasi bakdan kelayotgan benzinni katta davleniya bilan motor ichiga yuborishlik hisoblanadi. Motorimizni osib olganmiz, birin-ketin maydalanyapti. Bugun sochib olamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Jetaverni kartlanuvchi golobkasidan ko'tarib olganmiz. Bu blokda bitta maxsus asos bo'ladi, bitta balansировочный val deydi bu narsasini. Buni vazifasi moy davleniyasini kuchaytirib beradi. Tepaga moy yaxshilab berishi uchun balansировочный val qo'yiladi bunga. Val aylantirganda bu ham birga aylanib, davleniyani kuchaytirib beradi moyni. Nasosdan yechib olsak, keyin valni chiqarib, porshelarni chiqarib, uni tekshirib davom etamiz. Nasosini ham yechib oldik. Endi porsheni chiqarib, porsheni tekshiramiz.
Kameraga javob yo'q. Okalar, Jetower X90 ni kutib qolmadinglarmi? Motorimizni ham joyiga o'rnatganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Motorlarini joyiga o'rnatib, o'zi yig'ilish ishlari davom etyapti. Ishlari yakuniga yetib qolay dedi. Inshaalloh xudo xolisa mashinamizni ertaga yurgizamiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra kechikib ketdi mashinamiz, lekin idealniy qilib hamma ishlarini bitkazib berilyapti. Qilingan ishlar turbinasi ish ko'rsatgan ekan, turbinalargacha to'liq almashtirib berildi.